7 yoshli qizchangizga bu retseptni ko'rsating va albatta qildirib ko'ring. Bittada o'xshab chiqadi. Anchadan beri ammajonim menga qizim uy sharoitiga mos, tarozisiz, miksersiz bironta shirin pirog retseptini o'rgat degandilar. Mana o'sha shirin pirog retsepti. Bu usulda tayyorlangan pirogni o'xshamay qolishini umuman ilojisi yo'q. Bismillah deb boshlaymiz. Birinchi qatiqqa kabartma va tuzni solib atlab qo'yamiz. Ikkinchi ish 4 ta tuxumni chaqib, tepasiga 1 stakan shakarda solib, yaxshilab aralashtiramiz toki shakari erib ketguncha. Shunda massamiz oppoq ko'piksimon holatga keladi. Yaxshilab venchikda urib oldim. Mana shakarlar erib ketdi. Endi tayyorlab qo'ygan qatig'imni soldim. Uni ham bir aralashtirdimda, tepasidan 1 stakan savat yog'ini sovoraman. Shu bilan pirogning massasi tayyor. Uni qoldi xolos. Unini solib, yaxshilab bir xil massa bo'lguncha aralashtirib, sirazi yog'langan lesga solib, tekizlab pishirishga yuborsak bo'ladi. 170 gradus, ya'ni bu o'rta olov degani 35-40 minutda pishib chiqadi. Tepasini xohishga qarab bezatishingiz mumkin. Shunday qoldirib ham qo'ysa bo'ladi, yong'oq maysiz, shakar sepib qo'ysa bo'ladi. Olcha bilan olmani pare qilib to'g'rab olsangiz ham bo'ladi. Mana pirogimiz ham pishib chiqdi. Buni hidlari shunaqa shirin, kameradan yetkazib bo'lmaydi. Yumshoqqina, albatta tayyorlab ko'ringlar.